Assalomu alaykum azizlar. Mana 2025-yil fundament beton qo'yish narxlari haqida so'ragan aka-ukalarimiz uchun video qilishga keldik. Nasib bo'lsa Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida ushbu joyimiz 26 metr bo'lgan joy. Balandligi 50 sm, eni 40 sm, kavlangan 15 sm mana. 65 mingdan metrajga qo'yishyapti ekan. Metrga qo'yiladi. Kubi har xil ekan. Bu Kasb tumanida shunaqa narx. 50 ming, 60 ming, 65 ming har xil metrga hisoblanar ekan bu mana 26 metr joy. Shlaka bloklari ham kelgan, birdan o'sha shlaka bloklarni ham ustalarimiz o'zlari terib ketishadi. Mana bu yerga kelgan, mana 3000 so'mdan donaga o'sha uygacha kelish yuklab tushirishi bilan va 2000 so'mdan usta haqqiga terilar ekan. Mana jilkalar vodinnoyga tortilgan hammasi. 26-mart 2025-yil bugun sanamiz. O'sha jarayonlarni ko'rsatib boramiz, bitgan variantlarni ham. 65 mingdan metrajga 50 ga 40 qilib qo'yishyapti mana. Savol takliflar bo'lsa yozaveringlar, bemalol telefon raqamini qo'yamiz. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar. O'sha qolib ketgan savol takliflar bo'lsa bemalol yozsangizlar bo'ladi. Nasib bo'lsa kommentariylarga qarab javob beramiz. Usta Ravshan kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hunarmand TV YouTube kanalimiz ham bor. O'tib qo'ysangizlar bo'ladi bemalol. Har kunlik yangi sveji videolarni chiqarib boramiz sizlar uchun. Bu ish qatlam ustidan qo'ymay, o'sha kavlab qo'yishgan, o'sha zabardast qo'yish uchun, ko'pilchida berish uchun. Baho berasizlar mana ustalarimizga nasib bo'lsa. Shlaka bloklarni ham ko'rsatamiz. Shlaka bloklarimiz har xil razmeri bor. 16 ga 36 lik, bu kichkinaroq, 17 ga 37 ligi ham bor. 3000 so'm bir donasi uygacha keltirib o'sha yuklab uygacha kelishi mana shu bir donasi 3000 so'mdan hisoblangan. 2000 so'mdan donaga terib berishyapti ustalarimiz. 26 metr joy. Hozir hamma materiallar kelgan, apalavkalar kelgan. Qo'yish jarayoni boshlanadi. Nasib bo'lsa o'sha bitgan variantlarni ham ko'rsatamiz to'liq. Obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab qo'ysangizlar xursand bo'lamiz. Har kunlik sveji yangi videolar chiqaramiz. Ro'za Ramazon oyida ham qolmay ustalarimiz harakat qilishyapti. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, xursand bo'lamiz. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar. Musofirda yurgan aka-ukalarga kuch-quvvat tilaymiz. Jilka vodinnaga olingan mana. Hammasi. Mana shu darvozacha bo'lgan joy quyiladi. 26 metr. 50 ga 40 qilib, metraji 65 mingdan tak qismini kavlab qo'yib berishyapti.